Farzandingizning telefonida nima bor? Qiziqib ko'ring. Bir paytlar qalam daftarsiz maktabga kelgan bola uyalgan. Bugun esa telefonsiz kelgani masxaraga qolyapti. Ko'rinishi oddiy telefon, ammo uning ichida yoshlar ongiga salbiy ta'sir qiluvchi, hatto jinoyatga olib boruvchi xatarlar yashiringan bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda ba'zi o'quvchilarning telefonidan onlayn qimor o'yinlari, hayosiz videoroliklar, ekstremistik g'oyalar aks etgan materiallar chiqmoqda. O'yin kartalari, hatto yo'llarda pichoq va tig'li buyumlar olib yurganligi kuzatilyapti. Bu holatlar tasodif emas, kattalarning mas'uliyatdan chetlashish natijasidir. Hurmatli ota-onalar, farzand taqdiriga beparvo bo'lmang. Tarbiya telefonni olib qo'yishdan emas, uning nimalar ko'rayotganligini va kimlar bilan munosabatda ekanligini kuzatishdan boshlanadi. Bolangiz qanday mavzuni tomosha qilyapti? Qayerda va kimlar bilan? Cho'ntagida nima bor? Bu savollarga beparvolik ertaga sizni pushaymon qiladi. Yosh avlod kelajagi uchun barchamiz javobgarmiz. Ogoh bo'ling.